Bu videoda issiqlik nasosunun narxları, uyinizə ustanovka etsangiz necha so'm pul tushishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Issiqlik nasosunu tanlashdan oldin uyingizni metr kvadrat, foydali metr kvadrat maydonini, oyna eshiklaringizni materiali, uyni utupleniya bo'lgan bo'lmaganligi inobatga olib, to'liq hisob qilib tanlanadi. Issiqlik nasosunun narxlari bu $1500 dan $4500 bo'ladi. Plus her bir xonani qizdirajak bo'lsangiz, sizga har bir dona fan coil kerak bo'ladi. Fan coilimizni bir donasi esa $300 dan hisoblanadi. Uchinchi asosiy qurilmamiz esa bu bufer tank. 100 litrlik bufer tankning bahosi o'rtacha $300 dan $500gacha. Endi necha toshkaga qo'yishingizga qarab summasi kelib chiqaveradi. Misol uchun 100 metr kvadrat maydonni qizdirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi 10 kiloglik issiqlik nasosining narxi $2500. 4 dona fan coil o'rnatsak $1200. Bir dona bufer tankimiz esa $400 bo'ladi. Umumiy hisob kitobni jadval orqali ko'rsatib o'taman. Manzilimiz Urganch shahrida, mashal tarafdan kelaverishda Shavotni ko'piridan tushgandan keyin o'ng qo'lda buyon tarafimiz ina Dehqon bozoriga ketaverish, bir ko'na lala do'kon deb aytiladi. Xorazm EXMni yon boshida joylashgan.